Ko'pchilik haydovchilik guvohnomasini olishni xohlaydi, lekin to'g'ri avtomaktab tanlay olmaydi. Vatanparvar avtomaktabining asosiy ustunligi shundaki, siz imtihondan o'tish emas, balki haqiqiy madaniyatli ustozlardan ilm o'rganasiz. Nazariy darslar oddiy va tushunarli tilda o'tiladi. Murakkab qoidalar ham har kim tushunadigan qilib izohlanadi. Amaliy mashg'ulotlar esa real yo'l sharoitida o'quvchi o'ziga ishonguncha davom etadi. Bu yerda tajribali va sabrli instruktorlar ishlaydi. Har bir o'quvchiga individual yondashiladi. Shu sababli vatanparvar avtomaktabini tanlaganlar faqatgina haydovchilik guvohnomasini olmasdan qolaversa, ishonch, bilim va tajriba bilan rulga o'tiradilar. Agar siz ham professional va madaniyatli haydovchi bo'lishni istasangiz, xulosa qilish o'zingizdan.